Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kun. Kommentariyada yozib turlar nima uchun $600 nimaga qimmat, juda ham qimmat debdilar. Hop, bu velosipeddan bu radnoy kraska, radnoy hamma yo'g'i, buni terilgani, kraska bo'lgani bitta ukamiz kelib 7 millionga tushdi aka bizga ko'rsatdi. Biz video syomka qilib YouTube ga joylaganmiz. Buni ko'rib qo'yasizlar. Shunaqa 7 millionga odamlar olyapti ekan dedi. Bittani tayyorlab olib chiqib qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa, buni sotish shart emas biz uchun. $600 deding, $600 bermaydi, $500 berish mumkin, 550. 7 millionga tushgan, u tergan, kraska bo'lgani. Bu ravno holati. Endi aytmoqchimanki, bu qimmat deganmiz, yana chaynalibdi kimlardir. Adresimiz, telefonimiz aniq kelsa tushuntirib beramiz. Xo'rozbozga borsa $100 ga ham, $2000 ga ham xo'rozboz, otga ishqiboz odamga aytsangiz, shunaqa unda ham shu qo'yiladi, ko'ryapsiz, $50,000-60,000. Mana navbatdagi velosipedimiz Amsterdam 28 Gollandiya 1,300,000 so'm. O'shani apparat bilan, buni apparat bir xil 3 talik skors. Mana puli yetmagani buni oladi. Mana bu ham 3 talik skors. Bu 1,300,000 so'm. Hozir bitib chiqdi mana. Bugun xudo xolasa 2-mi chislo? Mana 2-yanvar. Tuya velosiped Nirjabeka Qasqon bu ham 28 1,300,000 so'm. Oldi generatorlik buqa velosipedimiz. Bu ham 1,300,000 so'm. Mana akamizga 800,000 so'mga berganmiz. Velosipedimiz Nasrullo aka degan yoshlar ko'chasida akamiz. Mana minib yuribdilar. Hozir mana ichiga ketini 800,000 ga berganmiz. Shunaqa 700,000, 800,000 dan boshlab akalar qimmati bor. Endi lopma-lop kesiz oldimizga tushuntirib beramiz bu nimaga qimmatligini. Aytib o'tganimdagi shunaqa otni ham shu chiqsiz 10 millionga ham ot bor, 500 millionga ham ot bor. Buni otvoz o'zi tushunadi, xo'rozvoz o'zi tushunadi. Tufli patinka olsangiz 50 mingga ham patinka bor, $500 ga ham patinka bor. Mana navbatdagisi 24 mana. Xuddi shu Xitoydagi mana 700,000 so'm. Hozir sotilmay turibdi, 600 ga ham beraveramiz. Bu nemisniki mana 1,200,000 so'm nemisniki mana. Farqini endi jicha Xudo bergan kallarni farosatli ishlatsa bilib oladi odam. Yana bir qo'rqmay telefon qilaveringlar, tushuntirib beraveramiz. Mana usta akalarimiz Alloh rozi bo'lsin, mehnatlarni qilishyapti. Bitta bitib chiqib deyapti sotuvga. Mana bunisi ham 800,000 so'm. Kimga kerak bo'lsa mana 3 ta skorsli. O'zim kecha bitta haydab minib ko'rdim. 800,000 so'mga beraveramiz. Narxlar bor, har xilidan bor. Siz aytayotgan noyob, go'zal, qimmat, arzon hammasidan bor. Asosiysi sifat. Xalqqa endi yaxshi sifatli haydab, minib yuradigan velosipedlarni berishga harakat edamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.